Berar ham Xudodir, olar ham Xudo. Erkak yig'lamasin, davlat ketsa ham, hech kimsa bo'lmasin baxtidan judo. Erkak yig'lamasin, omad ketsa ham, berganda shukr qil, olganda sabr. Shoshilib o'zingga qazmagin. Bismillahirrahmanirrahim. Hormaylar. Assalomu alaykum o'rtoq, qanaysan? Sog'laring yaxshimi? Charchamayapsanmi? Yaxshimi? Yaxshimi? Qishloqlar hammasi tinch, elam yaxshimi? Biz ham xalq xizmatida non Dastlab beramiz o'rtoqjon. Ha, dastlab beramiz og'ayni. Do'konga ishga keldingmi Ha, deyman? bugun keldim mana, birinchi ish kunim o'rtoq. Tabriklayman og'ayni. Sog' bo'l o'rtoq. Ozgina shoshayotgandim, qolgan do'konlarga uspit qilishim kerak og'ayni. Charchamagin. Xo'p, sog' bo'l. Nonni qabul qilib olarsan o'zing. Charchamagin. Xo'p, salom alaykum, ishingga rivoj. Xo'p. Alo, assalomu alaykum o'rtoq. Yaxshi, rahmat. O'rtoq, qayerda o'tiribsizlar? İzmir chaygami? Bo'ldi o'rtoq, hozir yana chaqirma boraman o'rtoq. Xo'p, xo'p. Bo'ldi. Zakas ham tushmay qolmadi. Tezroq zakas tushganda ishlarni bitirib ketardim. O, zakas keldi-yu, qayerga ekan bu? O, zo'r. Yes, Xudoga shukr. Hech kimsa bo'lmasin baxtidan judo. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. O'rtoq, charchamayapsan? Sog'laring yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Yandik chaqiruvmi? Yandik chaqiruvmi? Bo'ldi, og'ayni. Og'ayni yaxshi keldingmi? Yaxshi, rahmat. Boya non tarqatuvding-ku. Hozir yana ishlayapsan o'rtoq? Tirikchilik og'ayni. Abitgacha nonlarni tarqataman. Abitdan ozgina bo'sh bo'laman, Yandexda ishlab sekin. Tirikchilik oilaga yordam bo'lsanda 1-2 so'm hamma og'ayni. O'zi shu yerda ekanmi? Telefon qilib ko'raychi. O'rtoq, yaxshimisan? Assalomu alaykum o'rtoq. Charchamayapsan? Assalomu alaykum. Yaxshi kelding, Yaxshi, rahmat. uzunsan. Ketdik, Bo'ldi, o'rtoq. kiramiz. Ketdik, yur. Xo'p. Bizga kimdir qarab yuborarmi aka? Bizga qarab yuboringlar, aka, kimdir bormi? Yaxshimisan o'rtoq? Yaxshi, rahmat. Ishlaring yaxshimi? Yaxshi, Ko'rinmaysan? Tinch? Charchamayapsan? O'zida ishlari yaxshimi? Rahmat. Ancha bo'ldi ko'rishmaganimiz. Nima yengilinglar o'rtoq? Tinch? O'rtoq? Ana Sirojning o'rtog'imiz bor edi, sinfdoshimiz. Ha, Siroj. Bugun abitda ko'rib qoldim. Men ancha bo'ldi ko'rmaganimga lekin. Do'konimga non olib keldi. Ha, yaxshi. Kunduz kuni yana chaqirsa, qarasam Sirojning ekan. Hozir ham nonda ham Yandexda ishlayaptimi shunday? Shunaqa. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Sinfdoshimiz aka. Charchamayapsanmi, mo'min? Yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi? Oyatullo. Ishlaring yaxshimi? Charchamayapsan og'ayni? Ay qara, sen qanaqa bo'lasan? Ertalab do'koniga non boribsan. Shunaqa. Kunduz kuni Yandexda ko'ribdi. Kechki payt bu yerda ofitsiant bo'lib ishlayapsan, tushunmayapmiz. Shunaqa og'ayni. Oilam uchun kunduz kuni non tarqataman. Yandexda shopirman. Ko'rib turganinglardek, kechqurun bu yerda ofitsiantman. Oilam bekamu kuz hayot kechirish uchun tinmay mehnatdaman og'ayni. Nima deysan endi? Tirikchilik aybi yo'q-ku. Buni qo'ylaring, nima olib kelib bering? O'zim sizlarga bugun mehmon qilaman. Joning sog' bo'lsin. Bo'ldi, o'rtoq, rahmat. Ochga o'zing ham o'tir. Bo'ldi, zakas qilinglar, o'zim olib kelib beraman o'rtoq. Birga o'tiramiz, yoshlikni eslab. Erkak kishi ba'zida oilasi bekamu kuz yashash uchun o'z orzularidan voz kechar ekan. Ba'zida non tashuvchi, Yandexda shofyor, ofitsiantlik ham qilar ekan. Hammasi oilam uchun.